Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, bilimga chanqoq bolajonlar uchun o'zbek xalq ertaklaridan jonivorlarning sarguzashtlari nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu kitobga shu kungacha nashr etilmagan jonivorlar haqidagi ertak va ertak naqllar tanlab kiritildi. Ularda saxiylik va adolatparvarlik, mehnatsevarlik va do'stlik kabi ma'naviy qadriyatlar ulug'lanib, xasislik, hasadgo'ylik va yovuzlik kabi yaramas illatlar qoralanadi. Ushbu kitobdan jonivorlar, ular ishtirokidagi ertaklar o'rin olgani ko'rasiz. Ertak o'zbek xalq nasrining o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan mustaqil yetakchi janrlardan biridir. Hayvonlar haqidagi ertaklar alohida ichki tur sifatida sehrli va maishiy ertaklardan farq qiladi. Aziz bolajonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.